Ramazon oyi odatda dunyoni quvonch va shodlik bilan to'ldiradi. Dunyo Ramazon ziynati bilan bezanadi va unda Rahmonning barakalari ko'payadi. Ammo bu muborak oy g'azoga, og'riq va azobga to'la holda tashrif buyurmoqda. Bu oyda G'azo ko'chalari ko'plab vayrona, xaroba va buzilgan uylar bilan bezatilgan. Bu azob va og'riqlarga to'la oyda odamlar idishlarini suv bilan to'ldirish uchun navbatlarda turishmoqda. Urush to'xtagan bo'lsa-da, ocharchilik hanuz ularning diyorida hukm surmoqda. Bu ochlik bolani ham, qariyani ham holdan toydirdi. Ko'plab oilalar hali ham eski, yirtilgan chodirlarda yashamoqda. Ularni bombardimon va vayronagarchilik holdan toydirgan. Sovuq qish esa kichikni ham, kattani ham ayamaydi. Shu azob-uqubatlar orasida G'azodagi ahlimiz muborak Ramazon oyini kutib olmoqda. Ular yordam va madad qo'lini kutmoqdalar. Ular yordam qo'lini, iymon va birodarlik rishtalari bilan bog'langan insonlardan suyanch bo'lishlarini kutishmoqda. Ular bu chodirlar orasida bir madad, yordam va najot kutmoqdalar. Muborak oyni kutib olar ekanlar, baland ovozda ey yaxshilik istovchi, kel deya chaqirmoqdalar. Bombardimon, ochlik va sovuq shamollar holdan toydirgan birodarlaringizni qo'llab-quvvatlash uchun qo'lingizdan kelgancha kuch va yordam tayyorlang. Bu umid qo'lini cho'zish lahzasi. Bu G'azo ahli bilan sabr va ribot ajrini baham ko'rish imkoniyati. G'azo ahliga doimiy madadkor bo'lib qolinglar.